Benim ismim Adam. Yetner padişahlığının şahzadesi. Bu yerdə Sırlıq Qaliskar qələsi var. Bu yolvas benim en yaxşı dostum. Məndə sırlıq güc-qüvvət var. Lazım bolğanda şəmşirimni çıxırıb qatlıqda olayım mən. Bana güc-qüvvət adı atıldı! Bu çağda yolvaz, əriş yollusu qaylanıb. Mən Xiymenge, alemdeki en kudretlik Adem'e aylanıb. Benim özgürüş sırımni dostum Şatutberi soğusuruz. Yasağı ol, denkim. Ve o üç kişili bilir. Biz birlikte rezillik menbiyi İlantağ kalesini gelen alvasla bilen köreş kılımız. Yaxşı qıldın Xiymən. Mening yeni şəkildəki elektronik qalqınım bütünlay normal. O Dilan'ın qoğdaş yatırtını küçeytidu. Oo, Dila dep daldın qo. Sen onun ulan bugün düşdən kin Rolendi kentini ziyaret gelelemse. Ha, buludu. En yaxşısı mən Adam şahzadı göz göreyim. Bugün apağım bilen paranlaştım. Asasen oturgan helik asman cisimleri yer şarı doğrusu sözleştik. Sana məlum, Xaniş acayip bir ayal. Bilemsen, o tuncu kıtım yer şarıdan alemi uçup çıkan bahadır ayal. Elbette. Bırak, bilemsenkin, onundan burun yer şarıda fakat erlerle alem uçkusu boğan. Hakikaten işiniz kıyın. Bir mezgil mən erle ayalladın küçlük dep qarab gelgendim. Bu adillik emas. Nəhayət aniq ki, erler bilen ayallar beraber. Yani bir taraftan aytganda maşina ulardan üstün. Nemişqa? Can maşinisi. O diginin ziddiyetlik ko. Çaqçaq qoydum Dila. Qandaq bolmasın, adam bolmasın maşina nereden keledi? Er ve ayallarının birisi bulup birisi bulmuş bulmaydı. Doğru mu? Adam? Erle ayallardan küçükmüş dexe. Mana hali. Can maşinesi neymiş oldu? Kaşın çıktı. Oh, neymiş oldu? Zaten neymi kaşılı bu, ha? Menimce cezmen oturdu çıkan kaşıla. Bu nesinin uzunluğu zaten kancılıktı. Fakat bir kıl çağrı bile eniqliğini buludu. Sen bu yaktın. Ben o yaktın. Toxta! Ha, ben mi? Ha, sen davat deme. Sen neymiş ki bir yerde bizden kalan oğurluk çıkızsa? Kala. Neymi kala? Tez cevap ver. Ha, kara, benim başka niyetim yok. Ben Etner'deki Adam şahzadı bulmam. Ben bu yerge asli... Ağzını yum. Ulan asalı tutup aldık. Hiç kancık çıkamayla. Hey! Uyat kim ba? Sen kim? Ben değil ha. İtlerini qoğdaş ettirtinin başlığı. Sen casus okşamamsan. Yok, ben casus emez. Ben hüküm kılalayım. Oo, bu ne gitti? Ha? Kolu tömürünün sunuğu mu yok bir yat adamga muşundaq muamele qilish ötüp ketken yavuzluq. Qandaq? Sizlarning yendaydigan gapinglar bormi? Ben bundak maharetini ezelden körüp bakmagan. Seni biz bilen Akadiyaga berip, bizden ayal şahimiz bilen körüşükke teklif kılımen. Ha, ma gap joyida.
Biroq men sizlarning shahringlarni azaldan anglab boqmabdi ekanman. Bu deganing to'g'ri oldi. Bizning qalayimiz tavasidan hech qanday kishi zotli o'tib boqmagan. 89-numurli kuzatchi mudofaa sepidan o'tishni talab qiladi. Hop, o'tib tarafda. Birdamdan keyin Akadiyani ko'rsak, ana ovu tog'ning orasida. Men bundaq go'zal joyni zotli ko'rib boqmabdi ekanman. Sel turib ayol podshohni ko'rsan tehi. U jazman go'zaldi. Podshohinglarni ko'rmami tehi? Podshoh? Bizning podshohimiz yo'q. Podshohning nima kerak? Nemishki bundaq ayol podshohning cho'qim hamroz bo'lish kerak-ku. Bir er kishi samana bilan birga bo'lamda? Erlar bunda qanday yo'q. Bu yerdagilarning hammasi ayollar. Orduq keldik. Akadiya kelganligingizni qarshi olamiz. Sizni ko'rganimga intayin xursandman. Hurmatli aliyleri, sizning go'zal shahringizni ko'rib baqsam bo'lamdi? Avval o'zingizni tunishtirib beqing. Men Dila, davlatimizning men podshohning muhofizat otryad boshlig'i. Podshohning muhofizatchisi? Shundaq, u bo'lsa bir donishmand podshoh. Keyinchi so'zni shayli. Avval bizning shahrimizni ko'rib beqing. Bo'lamdi? Sizlarning shahringlarni tasavvur qilib bo'lmaydi ekan, biroq sizlarning me'morlarga tutgan usulinglarni o'zgartisi bo'lgandek. Demak, sen Akadiyani yaxshi ko'rgansan-da, biroq bu seni uni eng oxirgi qitim ko'rishing. Oldinga mal. Qaraganda biroz turib qoladigan o'xshaymi? Uning qilichini qanday qilamiz? Buni ayol boshqaruvchi topshirib bergan. Ehtimol u buni kerakli narsa qilib chiqishi mumkin. Sen rastla çaqchaqchi ekansan, o'rningda tur. Sen akadiyalik emas-ku, o'zing kim? Men Etnirdagi shahzoda odam bo'laman. O, shahzoda. Biroq sen hozir qul. Eng yaxshisi sen buningga ko'n. Shahzoda bo'lish bo'lmasliging bilan karimiz yo'q. Bu yoqqa maq. Qara. Akadiya bir xil mukammal moslashgan. Butunlay tinch. Kishining ishongisi kelmaydi. Siz qanday boshqardingiz? Bizning buyuk mudofaa sepimiz barliq tajovuzchilarni to'sa oladi. Biroq butun mudofaa sepini kontrol qilish uchun zo'r miqdorda yiqilg'i lozim-ku. Buni qayerdan hal qildingiz? Akadiyadagi bir kondan olamiz. U yerda haddiy hisobsiz boylik bor. Xizmat jazman japaliqdi. Undaqda kim kon qazidi? Kim? Albatta erlarda. Ular o'zining ish o'rnida jismonamga qiladi. Lekin ayollar hukmronlik qiladi. Ayollar erlardan kuchli. Shunlashqa biz har qanday to'qinish va kurashdan saqlana olamiz. Bir mukammal utopiya, to'qinish yo'q, masala yo'q, ham muhabbatmi yo'q. Bunu al. Bu nima? Kam qazadigan qural. Hey, sen zot nima ish qiladigan odam? Ben anada, bu yerning boshqaruvchisi. Bu yer Akadiya kan rayoni. Roda Akadiya mudofaasiga ishlatilgan yiqilg'i. Bizda vaqt jadvali yo'q, faqat ishlasanglar bo'ldi. Er va ayollar qullarga o'xshash emgak qilmaslik kerak. Yo'q, ayollar ishlamaydi. Bu qullar ishlaydigan quduq. Azaldan erlar yoki shahzodalar bu yerdan qochib ketadigan emas. Uqdingmi? Erlarning shahar kirishiga ruxsat qilmaslik bu bir tangsizlik. Sirtdan kelgan kishiga bu g'alati tuyuladi. Biroq tushunishingiz kerak. Tushunaman. Siz dunyodan ayrilib tursiz. Shunga siz sovuqqonlik hayvon, inson tabiati yo'q. Aliyleri. Anada nima ish bo'ldi? Erlar o'kti qo'piyotdi. Bo'libmi eliqi yangi kelgan odam degini. Odam? U qayerda? Erlar bilan billah. U qul. Nima ish bo'ldi?
O emgek vaktimiz eşip gitti. Kan işçiye xatarlik deb yürüydü. Şundaqmı? O nimini biletdi? Fakat muş bana bilen işini aksatmakçı. Boldu. Bu işini bir taraf kılışını sana tapşırdım. Mening his qilishimcha, boshqa joylardagi erlarning ahvoli bu yerdagidan ko'p yaxshi ekan. Ha, bildim. Bu yer öğrülüp gidiyordu. Ana da sana deydiğin gap battı. Sözləvə Bu yerning rodası yaxşı emas ekan. Sen bir kısmını gördün. Ben bilen bilmem. Bu törükler sürüp gidiyordu. Bu yer bexatarlik ekan. Bu yerning ustida nima bor? Bütün şehir bu yana üstüde. Eğer o törük öğrülüp ketse bütün şehir tüküşüdü. Ah, bu ben ayal şahtın korkum. Ben kök götüm onun sevmek sağa. Lekin o anlamadı. Şundaqdımı? Nemi şundaqdımı? Şundaqdımı? O meni yaxşı gördü deb o'ylayman. Biroq buni zadil e'tirof qilmaydi. O sening so'zingni anglishi mumkin. Meni? Nemishga? Agar sen rostilla shahzoda bo'lsang, Ha, tushundim. Mangayli. Bu kan qodig'i baribir o'rilib tushdi. Men faqat shamshirimning bo'lishini umid qilaman. Bu narsalarni o'rtish uchun vaqt kerak. Yo'q deyla. Hozir sen bizning maxfiyatligimizni bilib olding. Men sening ularni tashqi dunyoga elib chiqishingga ruxsat qilmayman. Uni tutinglar. o yo'l ko'chaning ostidagi shamoldurg'ich tutishidi. Ular mening shamshirimni nega ketganligini bilamsa? Metal yetishmaganlikdan ular shamsharni eritish sexiga ilib ketgan bo'lishi mumkin. Demak, vaqt bek jiddiy ekanda. Ular erlar nega opirvatgandi? Samana kan rayonining gibini qilib atadi. Ha, bildim. Cho'qim yer ostida. Hey! To'xta! Bu yerdan qochib ketamaysan. Mende bu yerning xaritasi bo'lgan bo'lsa, nihoyat yaxshi bo'ladi. Oh, deyla. Adam, men seni ko'rib baxosh oldum. Tutib olgan bu ikkilan bizning Akadiyada bir maydon urush qilmaydi deb ansirayman. Etnimning qurollar orqali qandoqlarcha biz bilan jang qila oladi. Ular bizning mudofaa sepimizni mangu buzolmaydi. Sizlarning mudofaa sepinglar uzunga bormaydi, Samana. Sen bu yerga nim deb kelding? Erlarning bu yerga kelishiga ruxsat yo'q. Sizlar Akadiyaning ostini ko'lavatdinglar. Butun shahar o'rilib ketish xavfi ichida qoldi, bilamsizlar. Adam, tez qoch! Ayolcha, so'zimni angladingmi? Ba'zi kanyollarini yasash kerak. Ha? Sen kishi, sen kimga gap qilayotganligini bilamsan. Uni ilib ketinglar. Tezroq. Yo'q, uni qo'yib beringlar. Sen tek uqmadingmi? Sizlar xavf ichida qoldinglar. Kezishni to'xtatishinglar kerak. Mümkün emas. Rodu bo'lmasa, mudofaa sepimiz bo'lmaydi. Shahrimizning mudofaasi tugaydi. Agar siz erlarga bo'lgan qarshingizni o'zgartmasangiz, shahringiz butunlay tugishidi. Bu nemish? Adam boya sizga aytqandim-ku. Biroq ahvol unchalik og'ir emas-ku. O'shangizni tepi bilan Samana. Erlarning degin o'rinliq. Akadiya biroq o'rilib ketishi mumkin. Biroq biz qanday qilamiz? Meni qo'yib biting. Bir amal qilib barliq er ayollarni harakatlantiray.
Şemşerken. Biroq bizga kergi meydan Şemşer emas. Akadiyadagi er ayollar jazman birlashgandilar. Ondan bu shaharni qo'g'dab qog'ili bo'ladi. Mümkün emas deyla. Ayollar bunda qılanmaydı. Samana, ular qanday qilishni tanlasa, sizni shuni tanlamamsiz? Yo'q. Men buyruq tushirishni bilmayman. Anadanın aytishicha ular Shamshirimni erkida ketgan o'xshaydi. Erki sefi jazman ashu. To'xta suyumligim. Men erlar bilan birga ishlashni yaxshi ko'raman. Oy, O Shamsharni qo'y. Yasovulni qalqini esqatadigan bo'ldi-da. Tayyormidi? boshqa mal qilayli. Mening chorem bor. Hayman. Sizlar bu yerdan tez ketinglar. Men bu shaharni qutqizib qola olmayman. Ashu bir odamga tayinibmi? Bu degan alohida odam. Boshqalar bu yerdan tezroq ketsin. Kankudiga cho'nqurroq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Yer ostida lavoboda qiladi. Yaxshi bo'ldi. Lavi kankudigini to'ldirib yetadigan bo'ldi. Men bu yerdan tez ketishim kerak. Farizim to'g'ri chiqdi. Tog' jinslari lavi bilan aralashsa, ular qatidi. Shahar mustahkamlanadi. Hozir Akadiyaning erlari Dilola Xiymanga rahmat etish kerak. Meningcha bizning ko'zimiz ochildi. Bugun erlar bilan ayollar birga ishlab, birlikda shaharimizni qutqizib qoldik. Rodadan ayrildik. Bizning mudofaa sepimiz bundan keyin bizni qo'g'dayolmaydi. Biz ittifoqlikqa har qanday chog'dagidan bakrak muhtoj. Bundan keyin birlikda inoq turmush kechiramiz. Mayli er, mayli ayol. Hammamiz Akadiyaning xo'jayinlari. Teximi yaxshi boshqarish uchun eng oliyjanob va dono er onadani men bilan davlatni boshqaradigan podshohlik tayinlayman. Qo'shilamsa, onada. Ayt yaxshi. Dal vaqtida bo'ldi. Meningcha biz xo'shlashsak bo'la. Akadiyadagi erlar agar barobar huquqqa erishamasa qanday bo'lar? Uchiga chiqqan bema'nilik. Nemishki bir xil jinsliklarni yana bir xil jinsliklardan kuchli digili bo'lsin. Er ayollarning hammasi aqlli. Mashina qasama ulg'ara. Ishtarli qilma jang mashinasi. Biroq erlar bilan ayollarning hammasining umuman biroz farqi bor. Bu tarafni o'ylab baxtingmi odam? Biroz. Shundoq, to'g'rimi?
Shundoq. Ash baraq nima degan güzel. Olko, nima ish qilyapsan? Oko, sen boyatdan beri kayinda uxlab kelding-ku. To'g'ri, lekin men odamni hayajonlantirgan har qanday bir paytda o'tkazolmayman. Burun, ya'ni 1215-yili bir ulug' hujjat maydonga kelgan. U cho'ng nizomnoma. U tarixda insonlarning barobarligini e'tirof qilishda tashlangan birinchi cho'ng qadam edi. Keyin kishilik huquqni qo'g'daydigan nurg'unlagan qonunlar chiqarilgan bo'lsa-mu, lekin ba'zilar bir qism kishilarning huquqni tortib olishiga urinib keldi. Baxtga yarasha samana vaqtida shuni topdi. Ayollar birlikda emgak qilgandilla uning shahrini qutqiza oladi. Hamkorlik muqarrar yo'l, to'g'rimi? To'g'ri.